Bize o'zimizning konkursimizga start beramiz. Konkursimizga start beramiz. Lay gol. Voy, start ishdimi? Rahmat. Shartlari juda birpasda qatdan xabar topib kelding. Amaki aytmaysizlarmi, shuncha qo'shinlarga birinchi o'rin yetadi. Mana bu yerda konkurs e'lon qilibsiz. Konkurs e'lon qildim. Obunachilarimga men aytayapman, o'tirib tursang tushunib turaman shartlarini. Shartlari juda ham oson. Biz aytgan 5 ta shartni bajarib. Qanaqa 5 ta, amaki? 3 ta deng. 5 ta vaqt ko'p. Mayli, obunachilarimiz uchun biz aytadigan 3 ta shartni bajarsangiz, konkurs ishtirokchisiga aylanasiz. Amaki, ish qilib jay shartlar qiyin emasmi? Shartlar umuman qiyin emas. Birinchi o'rinda bizga obuna bo'lishingiz kerak. Ikkinchi o'rinda mana shu video tagiga 3 ta do'stinglarni kamida 3 ta do'stinglarni belgilashingiz kerak. Uchinchi o'rinda bizga obuna bo'lgan hamma odamlarga obuna bo'lishingiz kerak. Bo'ldimi, amaki, shunchalik osonmi? Bo'ldi, mana shu. Amaki, shuncha konkurs qog'ozi o'zi sovg'alari nima? Unda eshit. Birinchi o'rinda Redmi telefoni. Voy, telefon deydingizmi, amaki? Xuddi shunaqa. Ikkinchi o'rinda bo'lsa Verachki. Voy! Uchinchi o'rinda AirPods va smartwatch soati. Siz bitta odamga ikkita narsa beryapsizmi? Uchinchi o'ringa ikkita narsa beramiz. To'rtinchi o'rinda bo'lsa AirPods. Voy, mehmoqchi yaxshi. Amaki 5-o'ringa mana bu hammasini beraylik. 5-o'rin ham qilamizmi? Ha, mana hamma shu tutilgan narsalar hammasi ularga bo'ladi. Obunachilarimiz ku babir. Bo'ldi, mayli. 5-o'ringa bo'lmasa, Elezos biskvit tomonidan shunaqa biskvitlarni beraveramiz. Amaki, shuni menga qarang. Mana birinchiga sovg'ani o'zimga berib qo'yavering. Yo'q, bizda unaqasi ketmaydi. Hammasi obunachilarimiz uchun. Kelishamizlarmi? Yo'q. Buni 19-aprel kuni soat 20:00 da jonli efirda va random orqali tanlab olamiz obunachilarimizni. Bo'ldi, bo'lmasa. Yaxshi ishtirok etsang, Instagramda aktiv bo'lib tursang, aytgan shartlarimni bajarsang, telefon senga nasib qilishi mumkin. 10 tadan ko'p qilaman degan amaki. Bo'ldi, qil, bos gazini. Rahmat amaki. 19-aprel kuni soat 20:00 da hammalarni Instagram kanalimizda jonli efirda kutib qolamiz. Hammaga omad.